Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Feyzo do'stlar. Bugungi videomizda sizlarga top 3 g'aroyib qishloqlarni ko'rsatib o'tamiz va bu qishloqlar juda ham g'aroyib narsalar bor va sizlarga oxiri bitta yana sizlarga podarka ko'rsatib qo'yaman va videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Sizlardan iltimos bo'lmasa, men birinchi seedni ko'rsatishni boshlayman. Buning uchun siz seed degan bo'limga bosil onlayn Mimi kodini joylaysiz va siz kreativ world qilasiz va siz kichkinagina qishloqchada spawn bo'lasiz, lekin siz bu qishloqni nimasi zo'r desanglar, bu yerda bir ikkita yaxshi, bir ikkita zo'r narsalar bor. Birinchisi, ayniqsa bunaqa kuchsiz versiyalarda topish qiyin bo'lgan qordek biom va ikkinchisi, misol uchun mana yerdan dal pastga qarab qazib ketsak, g'ordan biz Ender Dragon kutubxonaning ichidamiz. Bu yerda xohlaganlarcha dekoratsiya qilsanglar bo'ladi va sizlarni qiziqtirayotgan narsa, bu yerda Dragon portali bormi va sizlarga hozir men o'sha savolingizga javob beraman va albatta bor. Va bunda hattoki mana bunaqa Ender marvartlar ham bor. Lekin buning ichida yo'q unaqa narsa. Ishonmasanglar tekshirib olishinglar ham mumkin. Lekin bu bor, mana shu bulut bor. Mana. Bu bor, lekin afsuski Ender ko'z yo'q. Agar bo'lganda bu versiyada ham portal ochardik. Mayli, buni ikkinchi seedga o'tamiz. Hop, ikkinchi seedimiz bizda final degan qishloq. Final degan qishloqda siz mana shunday qishloqchada paydo bo'lasiz va buni ichida qandaydir resurs bormi yoki yo'q. Men faqat jillish to'li. Va bu yerda siz buxtan bo'la hech balo topolmaysiz, hech balo ham yo'q ekan. Xo'p, spawn bo'lgan joyingizdan to'g'ri pastga qarab qaziysiz. Bu yerda ham g'aroyib narsa faqatgina shu. Va sizlar ana shu kutubxonani ichida bo'lasiz. Yana bu yerda ham Ender Dragonga olib boradigan portal bor. Prosta men qaytarilgan bilmayman. Miyam ezmaylar. O'zinglar topalasizlar. Do'stlar, mana biz 3-seedga ham keldik. 3-seed biroz g'alati va sizlar mabodo do'stlaringiz bilan janjalni yoqtirsanglar, mana bu qishloq siz uchun juda ham qulay. Agar bunda zombi paydo bo'lish darajasini yuqori qilib qo'ysanglar, golemlar paydo bo'ladi va ularda bitta zarba berib qo'ysanglar, sizlarni orqanglardan quvlab yanchib taylaydi. Xo'p do'stlar, bu yerni ham oddiy sira yo'q. Prosta tak mana shularni urib, zombilik qilgan bo'lsanglar, shunchaki golemlar paydo bo'ladi va sizlarni taraydilar. Va sizlarga sovg'a qilmoqchi bo'lgan 4-seedim. Va do'stlar, bu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan seedimga o'tishdan oldin shunchaki kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz men juda ham xursand bo'lardim va yangi skinimga ham baho bering undan birgacha. Agar bir qo'ysanglar kallanglar olaman. Ganchida seedim 111 seedi va siz shunchaki oddiy joyda paydo bo'lasiz, lekin bu oddiy joy emas, bu qanaqadir bug tufayli bir-biriga yapishib qolgan piramidalar va bu piramidalar yolg'iz emas. Bu yerdan uzoqroq borsangiz yana bir futqliondan oshiqroq topasiz. Xo'p, bu plitkani sindiramiz. Bu yerda ancha yaxshi resurslar to'plab olishingiz kerak agar survival qilmoqchi bo'lsangiz. Bu juda ham ajoyib seed. Va bu yerdan narginsiga oshib tushish kerak emas. Biz bir blok tepaga chiqishimiz zarur. Bir blok pastga tushishimiz zarur va to'g'riga qarang, mana. Iminni shu joydan oppa ikkinchisiga o'tdik. Bu juda zo'r narsa. Bu yerda ham resurslar chakki emas. Bemalol kayf qilsanglar bo'laveradi.
Xo'p do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat deb qolaman. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Fezo bo'ldi.